Men firibgar emasman. Meni nomimdan sizni aldashyapti. Adiz Rajabov trading orqali insonlarni aldamoqdami? Qiyofam, yuzim, ovozimdan foydalangan holda sun'iy intellekt orqali har xil videolar. So'nggi kunlarda internetda Adiz Rajabov haqida trading orqali odamlarni aldayapti degan gap-so'zlar tarqaldi. 500 ming so'm yuborsangiz pullaringizni trading orqali ko'paytirib beraman deb meni nomimdan sizga va'da qilishadi. Shundan so'ng Adiz Rajabov o'zining rasmiy sahifasida bu holatni firibgarlar tomonidan qilinayotganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, u hech qachon trader bo'lmagan, bu sohada bilimga ega emas va odamlardan pul yig'magan. Karta egasi boshqa. Nega yutdingiz deb yana pul so'raydi. Bunaqa holatda 500 mingdan 14 million qilish. Shuningdek, u odamlarga muhim savol bilan murojaat qildi. Agar men bilan ishlayotgan bo'lsangiz, nega to'lovlar boshqa ismli insonlarga ketmoqda? Adiz Rajabov firibgarlar uning nomidan foydalanib, odamlarni chuv tushirayotganini aytib, barchani hushyor bo'lishga chaqirdi. Adiz Rajabov emas, kamida har safar har xil ismli karta egalari. Lekin siz bu safar ham ishonib qolasiz. U murojaati davomida aniq faktlarni ko'rsatib, hech kim turli soxta akkauntlar va begona karta raqamlariga ishonib qolmasligini ta'kidladi. Qadrli do'stlar, internetdagi har qanday reklama yoki takliflarga ishonishdan oldin albatta tekshirib ko'ring. Firibgarlarga esa aldanib qolmang. Men firibgar emasman. Meni nomimdan sizni aldashyapti. Hozir tushuntirib beraman. Bu sxema shunday ishlaydi. Avval telefon ekraningizda target reklama chiqadi. Bu yerda meni original videolarimdagi matnni, ovozimni o'zgartirib, 500 ming so'm yuborsangiz pullaringizni trading orqali ko'paytirib beraman deb meni nomimdan sizga va'da qilishadi. Siz bu yolg'onlarga ishonasiz va sizni Telegram kanaliga o'tkazishadi. Bu yerda siz bilan yozishib, yanada ishontirishadi. Shubhalansangiz, sun'iy intellektda tayyorlangan go'yoki pasportim videosi, ovozli xabar, dumaloq video jo'natishadi. Mana bu kabi. Umid qilamanki, sizning ishlaringiz yaxshi. Agar kimnidir aldamoqchi bo'lganimda, hatto pul yuborib yutgan odamlarning videosini ham. Xayrli kun Adiz. 9 million so'mdan ortiq foyda oldim. 23 million so'm atrofida ishlab, ota-onamga yordam berdim. Siz yana ishonasiz va sizga to'lov uchun karta raqam yuborishadi yoki boshqa saytga olib o'tishadi. Sayt ko'rinishidan juda ishonchli. Sertifikatlar, ma'lumotlar, qanaqadir muhr qo'yilgan hujjatlar bilan to'la bo'ladi. Siz to'lov qilmoqchi bo'lasiz. Lekin negadir karta egasi boshqa ism va familiyadagi odam. Adiz Rajabov emas. Kamida har safar har xil ismli karta egalari. Lekin siz bu safar ham ishonib qolasiz. Pul yuborganingizdan keyin yarim soat o'tib, mana 1 million so'm yutdingiz deb yozadi. Bu depozitda turibdi. Yanada ko'proq yutishingiz uchun yana pul to'lang deydi. Odatdagidek ishonasiz, yana to'laysiz. Yana va yana, toki sizdan maksimal darajada pul chiqarmaguncha bu ish davom etadi. Sizni shubhangiz ortib pulingizni so'ragan paytingizda firibgar sizni bloklab qo'yadi va nihoyat siz aldanganingizni tushunasiz. Bo'lib ham Adiz Rajabov aldadi deb o'ylaysiz va men nomimga 7 qavat qilib qarg'ish va so'qishlarni yuborasiz. Endi keling, birgalikda o'ylab ko'ramiz. Agar bu rostdan ham men bo'lsam, nega pul boshqa odam nomiga ketadi? Har safar karta egasi boshqa. Nega yutdingiz deb yana pul so'raydi. Bunaqa holatda 500 mingdan 14 million qilish, bu o'zi real holatmi? Bir o'ylab ko'ring va meni o'zi qachon trading bilan shug'ullanganimni ko'rgansiz yoki eshitgansiz? Agar shu gaplar rost bo'lsa, nega bu ma'lumotlar meni original sahifamda yo'q? Chunki bu hammasi men nomimni ishlatib qilinayotgan qip-qizil firibgarlik. Men trader emasman, men aktyorman. Mana 25 yildirki aktyorman. Filmlarda tushaman, Instagram va YouTube uchun kontent tayyorlayman. Lekin birovni aldab, pulni shilish bilan shug'ullanmayman. So'zimning oxiri shu. Esda tuting. Men hech kimni pulni ko'paytirib bermayman. Hech qanday treyderlik xizmatim yo'q. Ogoh bo'ling. Hozirgi paytda sun'iy intellekt orqali xohlagan odamni yuzini, gapini, ovozini o'zgartirsa bo'layapti. Buni allaqachon tushunishimiz kerak. Yengil pul topish yo'llari aslida yo'q narsa. Sizga shunaqa reklama chiqsa yoki men nomimdan yozishsa, spam bosing, bloklang. Qadrli obunachim, bu videoni o'z sahifangizda bo'lishib, boshqalarga ham yuborib qo'ying. Chunki ko'plab insonlarni, bu firibgarlarni tuzog'idan asrab qolishimiz kerak. Rahmat. Assalomu alaykum. Shu kunlarda juda ko'pchilik aldanib qolayotgan ekan. Gap shundaki, meni ismi sharifim, qiyofam, yuzim, ovozimdan foydalangan holda sun'iy intellekt orqali har xil videolar, firibgarlik sxemadagi videolar qilishyapti. Sxema nimadan iborat? Birinchi galda Instagram, Facebooklarda o'sha montaj qilingan videolar orqali meni videolarimni, original videolarimni olishadi va o'zlarining matnlarini qo'yishadi. Yuzimni ham qaysidir joylarda o'zgartirib, boshqa insonning yuziga qo'yib, yo rasmlar ham bor. Xullas, birinchi galda
reklama ketadi va o'sha videoni ustiga siz bosasiz va Telegram kanalga o'tkazishadi. O'sha Telegram kanalda go'yoki Aziz Rajabov sizga trading o'rgatadi. Vaholanki bu sohada meni bilimim yo'q va bu sohaga qiziqmayman ham. Va undan keyin mana shu kartaga pul yuboring va bu pullaringizni ko'paytirib beramiz deyshadi. Yuborganingizdan keyin bo'ldi, siz blok bo'lasiz. Bo'ldi, aldanasiz xullas. Hozir direktdan to'lib ketgan shunaqa murojaatlarga juda ehtiyot bo'ling va bu videoni repost qiling, yaqinlarga jo'nating. Yosh kattalarimizni ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Yaqinlarimizni kimdir bu videolarni ajrata oladi, kimdir yo'q. Buni ham to'g'ri tushunish kerak va oxir oqibatda o'sha meni sha'nimga yomon gaplar bo'lyapti va aybdor sifatida ko'rishyapti. Men bu insonlarni ham tushuntiribman. Va bu yerda albatta meni umuman aloqam yo'q. Bu videolarni qilgan insonlarga bir murojaatim, shu iqtidorni yaxshilikka, yaxshi yo'nalishga sarflaganingiz ma'qulmi deyman. Gulda umringizni bunaqa xazon qilmang. Endi aldanganlarga sabr va yanada yaqinlarni ogohlantirish kerak. Bu firibgarlik, aldovlar juda ko'p bo'ladi. Texnologiyalar rivojlanyapti, vaholanki har xil videolar ham chiqib ketishi mumkin. Bundanda sifati baland, bundanda sizni mana ishontira oladigan hozirgi paytda har xil ma'lumotlarga ham ishonish kerak emasligini ham yaqinlarimizga uqtirib o'tishimiz kerak. Rahmat.